juda buyuk kun. Unda osmon yorilib, qizg'in yog'dek qip-qirmiz bo'ladi. Yer boshqa yerga, osmonlar ham boshqa osmonlarga o'xshab qoladi. Yer o'z ichidagi suyaklarni tupurib tashlaydi. Xaloyiq to'planadi va ruhlar jasadlarga qaytariladi. Hamma tiriladi, hamma yalang'och, hamma xavf-xatarga tushgan. Ularni qattiq qo'rquv va dahshat bosgan. Yuzlari tirishib, lol qolgan. Vaqt biz bilgan vaqt emas. Tun ham biz bilgan tun emas. Kun ham biz bilgan kun emas. Juda ham buyuk bir kun bu. Yuraklar bo'g'izlarga kelgan, ko'zlari esa bo'zirayib qolgan. Go'daklarning sochi oqargan. Emzaklik ayollar chaqaloqlarni qarovsiz tashlab qo'ygan. Bu kunda na nasab, na yaqinlik, na bir do'st hamroh bo'ladi. Yer qattiq larzaga kelgan. U aniq keladigan kundir. Qo'rqinchning qattiqligidan quloqlar tom bitadigan kundir. Sirlar fosh bo'ladigan kundir. Dillardagi berkitilgan narsalar oshkor bo'ladigan kundir. Bu kunda suvga puflanadi. İnsanlar qabrlardan shoshilib, hovdirab, xo'r bo'lib, boshlari osmonga tikilib, na o'ng, na chapga qaragan holda chiqishadi. Ana o'sha onda insonlar bamisol o'rmalaydigan chigitkalardek bo'lishadi. Xorlik va zaiflik uzra jarchining ovozi tomon yo'l olishadi. Uning ovozini eshitib, ovoz ketidan ketishadi. Butun ovozlar Rahmonga ta'zim qiladi va Allohdan qo'rqqanidan, uni ulug'laganidan pasayib, sokinlashib, jim bo'lib qoladi. Bu kunda baland ovozni hech eshitmaysiz. Faqat pichirlagan past ovozni hamda mahshar tomon o'rmalab ketayotgan oyoq tovushlarini eshitasiz. Siz ham ular orasidasiz. Yuzingiz ochilgan, rangingiz o'zgargan, oyog'ingiz qoqilgan, yuragingiz qo'rquvga to'lgan. Haligi ovoz beringizni sindirgan. Yetmaganiga hayratda, chanqagan, mast holatdasiz. Ko'zingiz ovoz keladigan tomonga tikilib qolgan. Agar qo'lingizdan kelsa uchib ketgan, qochadigan joy bo'lsa qochib ketgan bo'lar edingiz. Insonlar Parvardigorlar huzuriga ana shunday to'planadi.